Assalomu alaykum. Antinevroz kanaliga xush kelibsizlar. Ismim Ziyovuddin Mirmahmudov. Nevroz hozirgi kunda juda ham dolzarb mavzu bo'lganligi uchun bugun sizlar bilan nevrozning kelib chiqishi va u nevrozda qilinadigan terapiyalar va terapiya jarayonida klientlar qiladigan xatoliklar haqida suhbatlashamiz. Ruxsat bersangiz, kuzatuvchilar uchun nevrozni oddiy tilda nimaligi haqida tushuntirib bering. Oddiy holat, ya'ni oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, nevroz bu insonni patologiyasiz, ya'ni haqiqiy kasalliklardan farqli o'laroq ajralib turgan bir vahima, ya'ni surunkali bir stress desak bo'ladi. Nega hozirgi kunda nevroz va vahimali holatlar ko'p uchrayapti? Nevroz va vahima ko'payishiga sabab bilasizmi nimada? Asosan bizada kelayotgan insonlarni ehtiyoji holatiga qaraganda noto'g'ri keladi. Ya'ni bu narsalar insonni vaziyati, insonni orzusi, insonni xohish isteklaridan kelib chiqadigan surunkali stresslarni natijasi hisoblanadi. Endi bu misol uchun insonda bo'layotgan vaziyatga qaraganda deylik, siz biron bir narsani xohladingiz, unga erisha olmadingiz. O'sha bu insonda qisman nevroz degani. Bu ilmiy isbotlangan bir qancha nimalardan tashkil topgan metodika darslar, shu ichki bosim, ichki nizolarni aniqlangandan so'ng aytilinadigan vaziyatlar. Xo'p, yana nima bo'lishi mumkin? Masalan, sizda bo'ladigan, menda bo'ladigan oddiygina bir xayol, deylik, biron bir narsani o'yladik. Lekin haddan ziyod o'ylashlikka, ya'ni o'sha talabni kuchaytirib yuborishligida insonda stress kelib chiqadi. Bu stress uzoq yil davom etturgandan keyin oxiri borib nevrozga taqaladi. Tushunarli, rahmat kattakon. Bilamizki, siz nevrozlar bilan ishlayotganingizda kognitiv xulq-atvor terapiyasidan foydalanasiz. Endi savol kelib chiqyapti, o'sha terapiya jarayonida klientlarga siz uyga vazifalar berasizmi? Albatta, uyga vazifa beriladi, to'g'ri aytasiz. Bu biza o'ylaganchalik faqat psixoterapiya gaplashib emas, asosan dars ham beriladi. Qisman darslikni ichidagi sekret holatlari ham bo'ladi. Baribir insonni deylik, qanaqadir deylik, bezovta qilayotgan narsa yomon xayollar bo'lishi mumkin. Yomon xayollarni обязательно yozdirib, tushuntirib, to'g'rilashga harakat qilamiz va to'g'rilanadi ham. Rahmat. Nevrozda qilinadigan terapiya qanchalik muddatga cho'ziladi? Bu juda muhim, hammaga dolzarb bo'lgan mavzu, hammaga yoqadigan mavzu. Xo'p, bilasizmi, har bir insonni o'ziga yarasha xulqi bo'lgani kabi o'ziga yarasha mas'uliyati bo'ladi. Kimdir, misol uchun, gaplashadi, tushuntiradi. Deylik, biz tushuntiramiz, darslar beramiz, hozirgi vaqtda aytganimizdek. Dars berib turib, 4 tada chiqishi mumkin. 1 oyda chiqishi mumkin, 1 yilda chiqishi mumkin. Insonlarni individualligidan kelib chiqib aytilinadi. Shunaqa deb aytamiz. Terapiya jarayonida klientlar qanday xatoliklarga yo'l qo'yishadi? Albatta, chiroyli savol uchun tashakkur. Bizlarni kuzatayotgan aziz muxlislar, aziz obunachilarim, sizlarda bo'ladigan eng katta xato, sizlarga biron bir mutaxassis terapiya o'tyaptimi, terapiya vaqtida kerakligicha qabul qilish. Ya'ni bizning mentalitetimizda xos bo'lgan narsa bor-da, inson biron marta bitta dona konsultatsiya oldim, men tuzalishim kerak degan niyatda keladi. Unaqa narsa yo'q. Birlamchi konsultatsiyada insonni ichki nizosi, to'g'rimi? Insondagi bo'ladigan bosimni anglatib beriladi. Va shundan so'ng biz sekin astalik bilan uni fobiyasi bormi, qo'rquvi bormi ishlashni boshlaymiz. Ularni qilinadigan xatosi bilasizmi nimada? Eng qizig'i, mas'uliyat degan narsani olishmaydi. Ya'ni 5 qo'l baravar emas, to'g'rimi? Albatta biz ham harakat qilamiz, u inson ham harakat qilish kerak. Darslarga yuzaki bo'lsa, yuzaki olsa to'g'rirog'i, darslarga nisbatan, terapiyalarga nisbatan o'zida ishonch sezmasa,
erta qilaman, indin qilaman deydigan insonlar bo'lsa, albatta bunaqa insonlar nevrozi bilan o'zini uzoq vaqt sudrab qo'yadi. Rahmat. Keyingi savol: nega bir xil insonlar psixologdan sehrli dori kutishadi? Bunaqa savollar juda ko'p. Mo'jiza kutib nevrozni hal qilaman deb o'ylashadi. Nevroz chidash yoki tez harakat qilib o'zidan soqit qilib tashlash emas. Nevrozda asosan boya ta'kidlab o'tganimdek vaqt ketadi. Vaqt masalasi hammaga har xil. Nima uchun nevroz inson juda tezlik darajasida sog'ayishni xohlaydi? Chunki u inson aynan shu javhada, shu muammoni ichida o'zida juda katta qo'rquv bosimni his qilganini hisobiga bizadan mo'jiza kutishadi. Bunaqa insonlarga yo'q, mo'jiza kutmanglar, shunchaki vaqtga qarab harakat qilishni so'rab qolaman va ikkita narsaga urg'u berishni aytib o'taman. Birinchisi shoshmaslikka, ikkinchisi inson o'zini ozgina harakati va mas'uliyatiga qaratilgan holatda. Mana masalan, deylik, bir inson tomog'i bilan og'riyapti, to'g'rimi? Masalan, men tomog'im og'riyapti hozirgi vaqtda. Hozirgi vaqtda tomog'im og'riyotgani munosabati bilan men 1 soatda tomog'imni avvalgidek holatga sololmayman, ya'ni soppa-sog' qila olmayman. Men chayaman, to'g'rimi? Xlorofilik bormi, boshqa chayib, o'zimni vaqt ketganini, harakat qilganimni, misol uchun, yuzaga chiqazib beraman va shundan so'ng inson tuzaladi. Tomoqdan bormi, boshqami. Nevroz ham ayni vaqtda xuddi shunaqa holat. Va ko'zga ko'rinmaydi. Bu psixoterapiya insonni ko'ziga ko'rinmaydi. Insonni lekin miyasidan juda chuqur o'rin oladi va shu holatga terapiya bo'ladi. Rahmat kattakon. Endi yakuniy savolimiz. Agar inson hamma narsani tushunsa-yu, lekin o'zgartirishga harakat qilmasa, siz bunga qanaqa qaraysiz va bunaqa insonlarga siz qanaqa motivatsiya bera olasiz? Juda kuchli savol berdingiz. Hamma savollaringiz juda kuchli chiqyapti. Ayniqsa oxirgi savol menga va tomoshabinlar uchun juda chiroyli bir falsafiy savol bo'ldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Insonlar bor, nevrozni tuzatishga harakat qilishadi. Ishlab jarayonda birgalikda mutaxassis bilan. Orada ma'lum bir sababga ko'ra tashab qo'yishadi. O'sha vaqtdagi bo'ladigan insonlarni tushunchasi, ya'ni yiqilib qolmaslik, o'lib qolmaslik va hokazo. Ulardan o'sha kelib chiqib, ya'ni ularni tuzatganini hisobga oladi. Lekin ularda shunga o'xshash bir yangilik qilishga, hayotga, atrof muhitga, oilaga, ishga qanaqadir yangilik qilishga qo'rqadigan inson bo'ladi. Bu narsa degani endi nevrozchilar uchun bu narsa o'sha yomon, bu narsa o'sha shunday tupik degani emas. Albatta nevrozchilar uchun ham bu joyga yetib kelishlikning o'zi juda katta hisoblanadi. Ya'ni nevrozni siz, men va boshqa insonlar qanaqa tushunganimiz kabi, u insonlar ham xuddi shunaqa tuzalishda davom etadi. Ya'ni tuzalish desam qo'pol eshitilishi mumkin. Tuzalish emas, tushunish. Deylik, biron bir ish qildingizmi, oxirigacha harakat qilib, sidqi dildan bajaradigan bo'lsangiz, hech kim nevrozdan o'lib qolmaydi, hech kim jinni bo'lib qolmaydi va nevroz olingan terapiyalar orqali qanaqadir bir sizga ko'tarish bermaydi. Qaysi ma'noda? Ya'ni fobiya, qo'rquvlaringizni ko'tarib beradigan narsa emas. Nabarotiga shu narsaga yuzlashtirib, shu holatga nisbatan sizga tushuncha shakllantirib, vaziyatni ildiziga borib, shuni bartaraf qiladi. Rahmat kattakon. Hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, bugungi video suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Kanalga albatta obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Qanaqa savollar yana qiziqtirsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, keyingi videolarimizda albatta javob berib qolamiz. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.